Xitoy hökumətinin ötən bir neçə yılda Uyğur nüfusunu kontrol qilish üçün məcburi hamile tushirish hamda tug'mas qilib etish tadbirlarini ishqa solganligi yaqindan buyon ko'p taraflama uchurlarda ma'lum bo'lgan edi. Chegarasiz ayollar huquqi tashkilotining raisi Rejeli Tiljon yaqinda Beritport xabarlari to'g'rida bu hodisalarni Xitoy hukumati 100 yildan buyon davom qilib kelgan qabih aldamchilik deb aybladi. Rejja xonimning muxbirlarga bildirishicha, Xitoy hukumati 1920-yillardan tartibla aholining safosini oshirish nomida tug'ut cheklashni yo'lga qo'yib kelgan bo'lib, navbatda oz tug'ish, soz tug'ish degandek yangi shior ostida o'zlarining siyosiy maqsadini amalga oshirishni ko'zlab etibdi. Ammo uning xabar tepishicha, Uyg'urlarga qaratilgan bu xildagi tadbirlar allaqachon aholining safosini oshirish doirasidan xalqib ketgan. U bu haqda qilgan so'zida Xitoy hukumati millionlagan odamni lagerlarga qamab, ularni biologiyalik sinoq obyektivi qilyotdi. Bu lagerlarda ichki a'zolari o'g'irlanayotgan Uyg'urlarning nopos saposi bu shaklda qandoq yaxshilansin? Bu sepi o'zidan nopos saposini o'stirish nomidagi qirg'inchilikdan boshqa narsa emas degan. Rejja xonimning ta'kidlashicha, navbatda xalqaro jamoat qilishga tegishli eng muhim ish har qaysi hukumatlar birlashib, Xitoydan bu yangi qirg'inchilikni mustaqil yo'sinda tekshirish ekan. 1989 yılı yüz bergen Tiananmen huquqchilar harakatining rahbarlaridan biri, yillardan buyon Tayvanda faoliyat qilib kelayotgan Uyg'ur ziyolisi, Uyg'ur harakati tashkilotining faxriy raisi O'rkash davlat Tayvan parlamenti Tayvan qonun chiqarish komitetida qurilgan kishilik huquq komitetining muavin bosh kotibligiga tayinlangan bo'lib, ijroiy ishlarga mas'ul ekan. O'rkash davlat bu xabarni 23 noyabr kuni o'zining Twitter hisobida e'lon qilgan bo'lib, yana mundaq uchurlarni bergan. 2020 yildan keyingi vaziyat kengaymichilik yoki egilik huquqi kishilik huquqdan ustun turadigan vaziyat emas, balki kishilik qimmat qarashini asos qilgan yangi kurash vaziyati bo'ladi. Egilinishcha, Yaponiya bosh ministri Yoshihide Suga 2 kunlik ziyorati doirasida Tokioga kelgan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yini ishxonasida qabul qilgan. Yoshihide Suga Sharqiy Xitoy dengizidagi Yaponiyaning kontrolligida turayotgan, lekin Xitoy bilan Tayvan egilik huquq talab qilayotgan Senkaku orollig'i bo'lgan әндішісіні bayon qilgan. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang undan burun Yaponiya tashqi ishlar ministri Toshimitsu Motegi bilan ko'rishgan bo'lib, ikkilan Xitoy virusi yuqumiga qarshi turushdagi hamkorlikni davomlashtirishga qo'shilgan. Bundan boshqa Motegining yig'in jarayonida o'z davlatining Senkaku oroli masalasidagi maydonini Wangga yetkazganligi, ikki davlat o'rtasidagi savdo sayohatining davomlashtirishni qaror qilganligi xabar qilingan. Motegi yana Hong Kong masalasi bilan Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirishlarga bo'lgan әндішісіні o'tirg'a qo'ygan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian Hindistonning Xitoy manbali ko'chma aplarga bo'lgan cheklamini bekor qilishga chaqirdi. Bayonotchi Zhao Hindistondan Xitoy manbali 43 ko'chma apning cheklamasini bekor qilishini talab qildi. Zhao Hindistonni dunyo erkin savdo qoidasiga xiloflik qildi deb aybladi va Xitoy shirkatlarini kamsitish borligini o'tirg'a qo'ydi. Hindiston oldingi kuni davlat bexatarligi va egilik huquqi foydasiz deb qarab 43 appni cheklaganligini e'lon qilgan bo'lib, ularning ko'pinchisi Xitoyda ishlangan applar ekan. Yangi Dehli hukumati Hindistonning egilik huquqini bahona qilib, 6-oy va 9-oylarda nurg'unlagan ko'chma applarni cheklagan bo'lib, cheklangan applarning ko'pinchisi Xitoy shirkatlarining mahsulotlari ekan. Xitoy davlat raisi Xi Jinping Amerikada o'tkazilgan prezident saylovida rasmiy bo'lmagan natijaga asosan g'alaba qilgan Jo Baydenni tabrikladi. Xi Baydenga avatilgan yozma uchurida Xitoy bilan Amerika o'rtasida sog'lom va muqim munosabat o'rnatishni xohlaydiganligini aytdi. Xitoyning muavin raisi Wang Qishanmu uchur avatib Amerikaning saylangan muavin prezidenti Kamala Harrisni tabrikladi. 2018 yildan boshlab Amerika Xitoy bilan butkul dunyo iqtisodiga ta'sir ko'rsatgan keskin savdo jangini boshladi. Trump Xitoyning Amerika shirkatlariga qarata noto'g'ri savdo faoliyati va bilim mulk huquqini o'g'irlash bilan shug'ullandi deb aybladi hamda Xitoydan Amerikaga eksport qilishga ta'sir ko'rsatgan bir qator tamojna beji qo'ydi. Xitoy bo'lsa bu jarayonda Amerika mahsulotlariga tamojna beji elish orqali javob qaytardi.
Argentinalik dаңlıq futbolchi Diego Armando Maradona 60 yoshda olamdan o'tdi. Maradona Buenos Aires shtatining Tegrida yurak va o'pka kasali sababli qazo qildi. Maradona noyabrning 5-ida menga operatsiyasi qilib 8 kundan keyin doktorxonadan chiqqan. Argentina prezidenti Alberto Fernandezning Maradonaning o'limi sababidan bu davlatda 3 kun mamlakatlik motam e'lon qilganligi va juma kunigacha programmalarni amaldan qoldirganligi xabar qilindi.